Yaxshimisizlar? Mana men Farg'ona shahar Kirgili mavzesi Qadrdon ko'chasida yashayman. 2023-yili neyroxirurgiyada men Farg'onada klinikada operatsiya bo'lgan edim. O'sha bu nisvaylar qiyshayshi bo'yicha bu yerimga temir bolt qo'yilgan edi. Keyin shu 2 yilda neudashniy chiqib o'sha temir bolti sinib qolib, men yurolmay qoldim. Keyin menga malakali shifokorlar kerak deb, "Ali boshingizga tushsa, bilasiz-da endi shunaqa" deb rosa mana shu Andijon shahar SMS klinikasidagi vrachlarni juda ham maqtashdi. Bu yerda meni o'zimni eng yaqin qo'shnim davolanib ketgan ekanlar. Shu Shuhratjon Qudratovichni menga tavsiya qilishdi, neyroxirurg. Men shu yerga 2025-yil iyun oyida keldim. Menda juda ham katta murakkab operatsiyani boshimdan kechirdim. Shu Shuhratjon Qudratovich birgalikda mana shu yerda xirurgiический jarrohlik operatsiyasini qilishdi. Juda ham chiroyli, juda ham haligi nima deydi, qo'llari yengil, yaxshi chiqdim operatsiyadan. Chiqqan kuni meni bu yerda yurgizib ko'rishdi. Xudo xolasa 5 kun yotdim. Mana shu SMS klinikasini shu yerda ochgan inson mana shu Botirjon ukamga juda ham minnatdorchiligimni bildiraman.